Ota. Ota bu sukunatdagi mehr. Biz ko'pincha onamizning ko'z yoshlarini ko'ramiz, erkalashlarini eshitamiz. Ammo ota. Ota bu dardini ichiga yutib, senga dunyoni kulib ko'rsatadigan odam. Uning mehri so'zlarida emas, qavargan qo'llarida, peshonasidagi ajinlarida va sen uxlayotganingda kulib, ustingni yopib qo'yishida bo'ladi. Real hayotda otalar seni yaxshi ko'raman deb ko'p aytishmaydi. Ammo buning o'rniga mashinangning g'ildiragini tekshirdingmi bolam? Puling bormi bolam? Vaqtida ovqatlan bolam deyishadi. Biz esa buni shunchaki savol deb o'ylaymiz. Aslida bu erkak kishining eng oliy muhabbat izhori ekanini kech tushunamiz. Ota uydagi devor kabi. U borligida suyanasan, shamoldan, yomg'irdan himoyalangandek his qilasan o'zingni. U ketganidan keyin esa dunyoning barcha sovuq shamollari to'g'ri sening ko'ksingga uriladi. Chunki endi senga qalqon bo'ladigan o'sha devor yo'q. Eng achinarlisi, biz otamizning qadrini u kishi bizga maslahat bera olmaydigan, telefonda ovozini eshitib bo'lmaydigan joyga ketganidan keyin anglaymiz. O'shanda bir marta dada deb chaqirish uchun borimizni berishga tayyor bo'lamiz. Lekin vaqt ortga qaytmaydi. Agar otangiz hayot bo'lsa, borida shunchaki yonida o'tiring. Gapirmasa ham, so'ramasa ham, shunchaki borligi uchun rahmat ayting. Chunki ota bor uyda baxtning manzili aniq bo'ladi.